Shohimardon shifo sihatgohi aholining salomatligini mustahkamlash va turli kasalliklarning oldini olish hamda davolashga ixtisoslashgan zamonaviy sog'lomlashtirish maskanidir. Bu yerda malakali shifokorlar tomonidan bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Sihatgohda terapevt, nevropatolog, ginekolog va boshqa mutaxassis shifokorlar faoliyat yuritadi. Har bir bemor dastlab tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, uning sog'lig'iga mos davolash muolajalari belgilanadi. Mana bizni Shohimardon shifo sanatoriyamizda hozirgi kunda o'sha asosan bizda nafas yo'llari, Shohimardonga toqqa yaqin tog'li muhit bo'lganligi uchun nafas yo'llari kasalliklari, allergik kasalliklar, bundan tashqari asab sistemasi kasalliklari hamda yurak-qon tomir sistemasi kasalliklari davolanadi. Bundan tashqari faqat bu yer davolanish maskani bo'libgina qolmay, dam olish uchun ham hamma shart-sharoitlarimiz mavjud. Kelib o'sha toza havodan nafas olib, bir kun yotib qolish uchun bir kun yarim kunga mana alohida kemping xonalar ham tashkillaganmiz. Shu joylarda yotib bir kun, 2 kun, 3 kunlab yotib davolanib ketishlari ham mumkin. Bolachalar bilan hozirgi kunda juda ham ko'p bemorlarni bezovta qilyaptigan narsa allergik kasallik, allergik rinit, allergik faringit, laringit, bronxial astma, obstruktiv bronxitlar hozirgi kunda mana koronavirus infeksiyasidan keyin asorat sifatida juda ko'p rivojlanyapti. Mana shu kasalliklarni davolashda juda ham haligi qulay, eng muhiti yaxshi, havosi toza joy hisoblanadi. Mana sizlarga hozir buni ichkarida joylarimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bemorlarni nimalarni suhbatlarini olib, mana shart-sharoitimiz haqida o'zimiz bemorlarning fikrlarini eshitishlari mumkin. Muolajalar qatoriga fizioterapiya, massaj, elektroforez, magnitoterapiya, ultratovush muolajasi, davolovchi jismoniy mashqlar hamda boshqa zamonaviy fiziolash usullari kiradi. Tajribali mutaxassislar tomonidan bajariladigan massaj muolajalari asab tizimini tinchlantirish, qon aylanishini yaxshilash va mushaklardagi zo'riqishni kamaytirishga yordam beradi. Mana biz bu yerga kelganimizdan juda mamnunmiz. Bu yerga kelsak, mana sharoitlari nihoyatda juda chiroyli. Bu yerda xodimlarning shirin suxandonligi insonni davolayapti. Ob-havosi, oshxonadagi berilayotgan taomlar nihoyatda barisi parhez taomda. Biz juda ham xursandmiz. Batya xodimlardan ham, shu yerda boshlagan Nodirbeydan ham, dadajonisidan ham juda xursandmiz. Chunki men shunday xalqni o'ylab, shifo maskanini chiroyli, bekam-beko'z qilib yaratib qo'yganga kattadan katta rahmat aytamiz. Batya hamma yo'q mujassam. Fizioterapiyalar hamma yo'q bepul. Men barcha O'zbekiston xalqini mana shu yerga kelib shifo topib, davo topib ketishlarini so'rayman. Hamma yo'q bekam-beko'z, bemalol kelib davo topib, shifo topib ketishlarini sizlarga nasib qilsin, buyursin. Mana shu tochkalarga ham tanjonini sog' qilsin, bizdaqalarga, hammamizga, ularga ham kuch-quvvat, sog'lik tilayman. Shu Nodirbey va dadalariga ming rahmat. Mana hozir, mana bugun 4-kun davolanishdi. Ancha xudo xolasa yengillab qoldik. Shifo topyapmiz, Allohga shukr. Mana tabiatlari ham, mana soy, suvlari ham juda shifo topadigan joy ekan. Allohga shukr, mana shu joylarga kelib damlarni olib, shifolar davolanib ketsalar bo'laverar ekan, yaxshi joylar ekan. Allohga shukr. O'zbekiston xalqiga nimalarga tavsiya qilamiz. Kelib dam olishib ketishaversin. Allohga shukr, rahmat.
Shohimardon shifo sihatgohida yaratilgan qulay sharoitlar, malakali tibbiyot xodimlari va zamonaviy davolash usullari bemorlarning sog'ligini tiklash hamda hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Assalomu alaykum bullarim. Mana men birinchi iyun kuni shu sanatoriyaga kelganman. Shundan shaxsiy yaxshi davolanyapman. Ovqatlari ham yaxshi, hamshiralari undan yaxshi, vrachlari undan yaxshi, sharoitlari yaxshi. Mana hamma sharoit yetarli. Oziq-ovqatlariga to'yib, bemalol sarf qilganimiz yo'q. Rahmat shularga. Shularning umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Mana xalqqa shunchalik foydasi tegib, sanatoriyalarni yaxshilab, xalqni davolayapti. Rahmat shularga, boshliqlarga. Nima shikoyatlar bor? Shikoyatlar bu shifoga kelishlar maqsadida necha yillardan beri kelamiz. Menda shikoyat ikkinchi darajali yurak yetishmasligi kasalligi. Ishemik kasalligi bor ekan. Shunga kelib shu davolar havolari yaxshi. Joylar pokiza. Xizmat qilayotgan doktorlarimiz, mana xizmat qilayotganlar hammalari yaxshi insonlar. Albatta tirikchilik, mana nimalar, oshxonalarda turli ovqatlar hammasi chiroyli qilib. Yaxshimi sharoitlarimiz? Sharoitlari yaxshi. Lichenadan, oshxonalardan shikoyat yo'qmi? Shunaqangi insonlar bu yerda ishlashadiki, chiqmag'isi oqtarib kelishadi. Oqtarib kelib, qolib ketdi, yuring ketdik, deb olib borib, lichenlarni o'tkazib beradi. Mana shunaqangi qo'ygul vrachlar bizlar ishlaydi bu yerda. Rahmat, Men rahmat. avval men o'zim nomimdan, ayolim ham bor, ayolim nomidan hamda oilam nomidan bularga hammasiga rahmat aytaman. Salomat bo'lishlar iloyim. Rahmat. Siz ham sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Mana shunda tez davolanish va dam olish uchun kelib turavering. Rahmat. Kayfiyatingiz doim sog' bo'ling, yaxshi yuravering. Rahmat. Islik o'rtajan bo'laversin. Hozir Shohimardon shifo sanatoriyamizda har bir bemorlar ultratush tekshiruvi nazoratidan o'tkaziladi. Bu zamonaviy apparatlarda tekshiruv olib boriladi. Mana hozir bemorimizni tekshiruvdan o'tkazamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana biz bugun mana ilgarigi Obilzurabga qarashli Sapartativ dam olish maskanida turibmiz. Mana yaqinda o'zgarishlar bo'libdi. Ilgari ham kelib dam olardik. Mana hozirda Shohimardon shifo deb nom qo'yilibdi. Mana hamma o'zgarishlar zo'r. Uch mahal ovqat nimalari, xonalarda kirib dam olish joylari, xizmatlar juda yaxshi bo'pti. Kirib ko'rib hammamizga yoqdi. Mana o'zgarishlar juda katta.
kelib dam olishlaring mumkin. Biz mana hozir dam olyapmiz. Sharoitlari juda zo'r. Yaxshi. Kelishlaringni so'raymiz mana kelib. Xizmat ko'rsatishlar yaxshi. Xizmatlari yaxshi. Lechenilar nima? Qanaqa lecheni? Parafin, elektromassaj hammasi bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli shu Shohmardon shifo dam oluvchilari. Mana sharoitlar yaxshi bo'libdi, chiroyli bo'libdi. Mana choyxonalar yangilanyapti. Mana chiroyli ko'priklarni yana boshqatdan chiroyli qilishyapti. Tashqarilarni ham chiroyli qilishibdi. Xonalar yaxshi. Xizmat ko'rsatishlar yanada yaxshi. Oshxonalar yaxshi ishlayapti. Oshpazlarga, bitta xizmat ko'rsatayotgan turgan meditsina xodimlaridan tortib farroshlargacha hammalariga rahmat aytamiz. Sharoitlari yaxshi, xonalar toza, 3 mahal issiq ovqat, birinchi, ikkinchi ovqatlar bor, lecheniyalar bor, elektr, har xil turdagi massaj deysizmi, parafin deysizmi, elektr massajlar deysizmi, hamma sharoitlari yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelib dam olishlaringizni taklif qilamiz. Shohimardon shifo sihatgohi, sog'lom hayot sari ishonchli qadam.